Assalomu alaykum. Vodiy mebellari kanali obunachilari, xudo xolasa sizlarga navbatdagi buyurtma asosida tayyorlangan komplektlarimizni video arzon qilib o'tamiz. Xudo xolasa videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'rsanglar to'liq ma'lumotga ega bo'lasizlar. Xo'p, navbatdagi komplektimizdan boshlaymiz. Bu komplektimiz hozirgi modulda bo'layotgan komplektlarimizdan biri hisoblanadi. Bu komplektimiz stullari nomi Hurrem, ya'ni Turkiya nomida ataladi. Hurrem Sulton deyiladi. Stullarimiz karkasining asosiy nomi. Stullarimiz karkas qismi, ya'ni yog'och qismi yong'oq yog'ochda tayyorlangan. Stullarimizni klassikalarimiz Turkiya klassikadan foydalanganmiz. Gullariga patina bilan kombinatsiya qilib ishlab berganmiz. Shampan klassikada. Materiallari spinkasini barxitli materialda qilib, chesib yumay qilib ishlab berganmiz. Sinnasini esa gulli materialdan foydalanib, barxit material kombinatsiya qilganmiz. Sinnasi machakasi doimiydek qo'yamiz biz, bir xil qilib qo'yamiz. 12 sanli machakadan foydalanamiz. Stulimiz oyoqlari ham 3D qilib, yog'ochni o'ziga rovezment orqali gullar o'yilgan. Stullarimiz orqalariga pardali qilib, broshkali qilib, chiroyli qilib tayyorlab berganmiz. Bu komplektimiz 18 talik. Stolning razmeriga keladigan bo'lsak, stolning razmeri 4 metrga 120 sm. Stolimiz xon taxta bo'lmaydi, ya'ni simalli oyoqdan foydalanganmiz. Smalasi 3 ta korpusdan iborat. Kimgadir xon taxta qilib foydalanishga bo'ladigan xon taxta qilib foydalanadigan qilib tayyorlab berish imkoniyati bizda mavjud. Bu komplektimizni Samarqand viloyatiga tayyorladik. Bu komplektimizni xuddi shu holatdagi narxi 16 million so'mga chiqarib beramiz. Kimgadir 12 taligi, 14 taligi, 20 taligi me'moriyat razmeriga qarab turib kerak bo'lgan bo'lsa, video pastda telefon raqamini qoldiramiz. Telefon qilsangiz, xudo xolasa struktural narxda tayyorlab chiqarib berish imkoniyati mavjud. Xo'p, navbatdagi komplektimizga keladigan bo'lsak, bu komplektimiz Xitoy atirgul deb ataladi. Ya'ni karkasimiz, stulimiz nomi Xitoy atirgul. Ya'ni guldan Xitoy atirgul deyiladi. Bu komplektimiz ham stullarning yog'ochi yong'oqda, kraskalari Turkiya shampan kraskada tayyorlangan. Oyoqlari 3D varianti bu ham yog'ochni o'ziga 3D gullar o'yilgan. Machalka sinnasiniki 12 cm machalka qo'yilgan. Spinkasi chesib yumalik qilib ishlab berganmiz. Orqalari buni pardali qilib tayyorlangan. Materiallar atajentor materiallar. Stolning razmeriga keladigan bo'lsak, 360 ga 120. Bu stolimiz ham stoli simala qilib qilingan, ya'ni xon taxta bo'lmaydi. Kimgadir xon taxta qilib tayyorlash kerak bo'lsa, buni ham tayyorlab berish imkoniyati bor. Bu komplektimiz Jizzax viloyatida tayyorlandi. Bu komplektimiz xuddi shu holatdagisi 10 million so'mga chiqarib beramiz. Xo'p, navbatdagi komplektimiz, bu komplektimiz bambuk deb ataladi. Stulimizning nomi bambuk. Bambuk 3D deyiladi. Oyoqlari ham baquvvat 3D gullar o'yilgan. Polnis xudo xolasa cho'tki narsa. Stulimizning karkasi yong'oq yog'och ishlangan. Buni orqalari pardali qilib tayyorlab berganmiz. Atachento matriga kombinatsiya qilingan. Chesib yumay qilib ishlab berganmiz. Buni ham sinlari 12 cm machakalar qo'yilgan. Bu komplektimiz 12 talik. Stolga keladigan bo'lsak, stol akvarium qilib zakasi tayyorlandi. Toshkent viloyatiga. Bu komplektimiz stoli 320 ga 120 akvariumli qilib ishlangan. Oyoqlari simala qilib komplekt qilingan. Kimgadir bu komplektimiz 16 taligi, 18 taligi, misol me'moriyat razmeri katta kichikligiga qarab turib telefon qilsalar, xudo xolasa rangini, materialini o'zgartirib berish imkonimiz bor. Bu komplektimizni xuddi shu holatda chiqishi 11,5 million so'mga chiqarib beramiz. Kimgadir bundan arzonroq komplektlar, qimmatroq komplektlar kerak bo'ladigan bo'lsa yoki o'zidagi misol biron joyda ko'rgan komplektlar rasmlari bo'lsa, Telegramdan rasmini yuborsanglar, xudo xolasa ularni birga chiroyli qilib chiqarib berish imkonimiz bor. Adresimiz Andijon viloyati Oltiko'l tumanida joylashgan. Dastavka O'zbekiston bo'yicha bor. Xudo xolasa chiqarib beramiz. Bizda hozircha shular, bizga kuzatishda davom etinglar. Video yoqqan bo'lsa, like bosishdan chiqmasin.